Bolalikdagi jarohatlar qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? Agar siz hozirda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz past bo'lsa, har qanday maqsad qo'ysangiz ham, harakat qilsangiz ham, motivatsion darslar olsangiz ham, o'zingiz ustida ishlasangiz ham, lekin bu o'zgarmayotgan bo'lsa, ishlaringiz doimiy yurishmayotgan bo'lsa, har doim bitta ish qilaman deysiz, lekin o'xshamaydi. Qarzlar, doimiy kreditlar, bitta muammoni atrofida qayta aylanish, sog'liqda qayta aynan bitta muammoni takrorlanishi, sog'lom bo'lasiz, davolanasiz, lekin yana ana shu kasallik yokida farzandlar bilan munosabatlarda qiyinchiliklar, farzandingizni kimgadir o'xshashi, doim ulardan achchiqlanish, farzandingizga yaxshi muomala qilsangiz ham, ularni moddiy, ma'naviy ta'minlashga harakat qilsangiz, lekin ulardan siz xohlagan holat o'zgarmasa, siz xohlagandek farzand bo'lmasa, siz kutganlaringiz bo'lmasa, atrofdan doimiy tahqirlanish, qadrsizlanish, mehrsizlik olayotgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringizda doimiy zararli odatlar bo'ladigan bo'lsa, umuman hayotimizdagi har jabhasida harakat qilamiz, o'zgartirishga harakat qilamiz, mutaxassislar bilan ishlaymiz, vrachlar bilan deymizmi, dorilar bilan ishlaymiz, har qanday yo'nalishni qilamiz, lekin bu o'zgarmayotgan bo'lsa, biling, buning ostida sizning bolalik travmalaringiz, og'riqlaringiz yotgan bo'ladi. Ana shu og'riqni, ana shu zirabchani olgandagina bu holatingiz o'zgarishni boshlaydi inshaalloh.